Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Termiz shahriga marojniy apparat yetkazdirib berdik. Mana dastavka qilindi. Endi yangi korobkadan ochib, ustanovkalari va qanday ishlatish kerak hammasi noldan o'rgatib beriladi. Mildirish brendidan 220 ga ishlaydigan marojniy apparatlar Xitoydan keladi. Garantiyalari bor. Telefon raqami ekranda yozilgan. Batafsil ma'lumotni telefon orqali olishingiz mumkin. Mana ustanovka qilish jarayoni. Bu masalan siz telefon qilasiz, zakaz qilasiz, manzilda aytasiz, biz yetkazdirib beramiz. 1 kun, 2 kun ichida hech qanaqa oldindan avans olinmaydi, olib boriladi. Mana shunday ko'rinishda ustanovka qilib, marojniy smes tayyorlashni noldan o'rgatiladi hammasi va qanday quyish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, umuman marojniy tayyorlashni bilmaydigan, bu sohada yiroq odamga noldan hammasi o'rgatib beriladi va 1 yil davomida telefon orqali konsultatsiya ham berib boriladi. Ya'ni nima savolingiz bo'lsa, tushunmaydigan joylaringizga ham tushuntirib boriladi. Savol-javob bemalol iloji bor. Ya'ni mutaxassislar javob berishadi. 220 ga ishlaydigan Mildirish brendidan original apparat. Tokda ham injiq emas, tok tanlashga ham 220 ga ishlaydi. O'zini tok ko'payib ketganda yoki kamayib ketganda o'zini o'zi himoya qiladigan funksiyalari bor. 3-4 yildan beri ancha o'zini oqlab kelayotgan apparatlardan. Narxi $1700, hamma xizmati ichida. Ya'ni siz zakaz qilasiz, olib borib hamma xizmatni o'rgatib beriladi. Keyin $1700 naqd to'lov qilasiz yoki so'mga, endi bu Xitoydan kelgani uchun $1700 ga aytilyapti.